Jin ursin men qachon aytdim to'g'lan olib kirib tashladim bularga. Nima qilyapsanlar o'zi? Ham bu yoqqa chiqqin. Haligi o'zi yarim soatdan keyin qamab qo'ymoqchi edim, esimdan chiqib qopti-da. Menga qarasan, meni gapimni ikki qilyapsanmi hozir? Hammamni bolasi bo'lsang qarab o'tirmayman. Erkaligingni uyingdagilar qilasan. Namuncha nimalar deb tashladingiz? Qilaman dedim Gap qaytarma menga. Aynan shunga o'xshash holat Andijon viloyati Andijon shahrida qayd etildi. Yana ham aniqrog'i, o'z ammasining o'g'li bilan bitta xonadonda yashab kelayotgan fuqaro o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Ushbu tortishuv xonadon egasining qarindosh yigitni pichoqlashi bilan yakunlangan. Voqeaga guvoh bo'lganlarning ma'lum qilishlaricha, sud ishi hujjatlarida keltirilishicha 1998-yilda Andijon shahrida tug'ilgan erkak shaharning Yangi Hayot mahallasida qarindosh yigiti bilan birga yashab kelgan. 2025-yilning 22-sentyabr kuni soat 14:00 atrofida yashash xonadonida bo'lgan tovuqlarning katakda emas, hovlida yurganligi yuzasidan janjallashib, tortishuv natijasida so'kishib ketgan. Ushbu holatdan g'azablangan xonadon egasi qarindosh yigitni ikki taraflama kesuvchi bo'lgan xanjar pichoq yordamida ko'krak, yelka, oyoq va qo'l sohalariga bir necha marotaba qasddan urib, uni o'ldirgan. Voqea bo'lgan paytda shu Uydamiz? uyda edim, hammamiz uyda edik. Qanaqasiga bo'lib qolgan bilmadim. Mana shunday qarasam, voy deyishuvdi, bolam yerda yotgan edi. Shundan boshqasini bilmayman. Skoriy kelganda skoriga olib больницаga bordi, shu xolos, boshqa narsani bilmayman. Stressga tushib qoldim o'zim. Mazkur holat bo'yicha ish jinoyat ishlari bo'yicha Andijon shahar sudida ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 1-qismi bilan aybli topilsin, 11 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilansin. Jazo o'tash muddati 2025-yil 22-sentyabrdan boshlab hisoblansin. Jahl chiqqanda aql ketadi. Shu qisqa fursatda qabul qilingan qaror esa tuzatib bo'lmas xatolarning sodir bo'lishiga olib keladi. Xuddi yuqoridagi holat kabi. Shunday ekan, jahlingizni jilovlashni o'rganing.